Raketa keldi, raketani o'ngla. Sangarboyda raketasi mayli. Ha, Najim buvaniki ekan. Kesinlar, raislar ular ham kesin yoqdan. Ana, bakallar qani. Qani Farhod aka. Eshon tabrik. Otlar baring hozirda yig'ilib hammang otlar. Yo'lalasizlarni iltimos, chakka chiqinglar, ortiq e'lon qilyapsizlar, eshityapti. Iltimoslar, chakka turinglar. Yo'lalarni ko'proq to'g'ri maslaga aytay. Qani Farhod aka qani. Chakka chiqinglar. Nima bo'ldi? Bir ho'kiz 600 ming pul, bir qizil tuyani Najim akani raketa laqabli oti bilan Zulfiqor Eshon ayiribdi mana. Rahmat. Otangga rahmat, otangga rahmat. O'g'limni endi aytilaman. O'g'linga mahkam. Mana bu mehmonlar. Aka, hamma mana shunday ayirsin. Ana shunday. Qo'linglar hep yekardi, uni ustidan yotardi. Hamma bu qasabasini shunday. Bir qarsar bo'lsin. Najim aka katta ko'k otni menga jo'nating. O'g'illar haydamay, javonlar haydanglar. Sog'liqdagi baring haydab, taqaytildi. Najim aka katta ko'k otni menga bir ayting.